Turgan sanoylaring, mana shu sanoy gilom tikadi. Bu gilom tikishi qanaqa deganda, gilomni yoni bor, mana shu yonini mana bunaqangi joyini xuddi shunaqa aerolovka qilib tikib beradi, ko'ryapsizmi? Любой gilomni, misol uchun sizning uyingiz kos bo'lishi mumkin. Kos bo'lsa, shunga yarasha siz gilom olib kelgansiz, lekin kosdan davlat osilib turibdi. Shuni borib tikib berishadi, ya'ni gilom tikib berish xizmatini sizlarga taklif qilyapman. Bu aka, bu gilom magazinda olib kelib turib, o'shani tikib beradimi, o'zlaringdan olsa ham borib tikib berasizlar? O'zimizdan olsa ham yoki o'zini uyida gilomi bo'lsa ham olib borib tikib beraveramiz. Borib tikib beraverasiz. Farg'ona shahargacha yurib tikib berasizlar. Rabotchi gilomini ham borib kesiladiganini kesib, tikadigan joyini tikib, cho'tga qilib beramiz. Ha, misol uchun kattaroq bo'lsa, kichikroq xonaga o'tkazgan bo'lsa, qirqib turib olsa, chiroyli qilib beramiz. Mana shunaqa averlovka qilib berasiz. Averlovka qilib beramiz. Bundan tashqari batta eng arzon gilomlar Qurbon hayitigacha arzon narxda qilib yuborishdi. Ya'ni 27-mayga bo'lyapti, xudo xolasa Qurbon hayiti, ya'ni plus minus bo'lishi mumkin, aniq bilmayman. Lekin bu yerda ko'rib turibsizlar, gilomlar istagan turingizdan bor. Aka, sizlarda qaysi joylarda gilomlari bor? Qaysi zavodda ishlaysizlar? Hamma joy. Farg'ona, Samarqand, Toshkent hamma joyda ishlaymiz. O'zbekistondagi. Eron yo'q. Bu Eron ham bor. Turkiya. Bu Sammes bu. Bu Sammes. Bu Eronga o'xshab chiqibdi, yomon chiqib qo'ydi. Eron bilan birga bir bo'ladi aka. Birga bir ekan. Xonaligi ham yo'q, tikilishi ham bir xil ekan. Turkiya Eronlar ham bor o'zi aka. Turkiya Eronlar ham bor. Bu tomonda ham mana gilomlar turibdi, ko'ryapsizlar. Farg'ona shahar Kalsovoyda bu gilom magazinimiz. Bu akalar hech qachon reklama berishmagan. Men o'zim hozir bu apparat reklama qilaylik deyshodi, shu apparatga qo'shib gilom magazinini ham qo'shib boryapman sizlarga. Bemalol Qurbon hayitiga savdolasizga kesaman. Eng arzon gilom necha bilan boshlanadi? Eng arzoni aka 45 mingdan kvadrati boshlanadi. Boshlanadi, tepaga qarab tushib ketaveradi. Tepaga qarab tushib. Bu tomonda ham turibdi polni. Assortiment juda ham katta bo'lgan joy. Metrajlarimiz bor, 50 dan ziyod. Podvalda ham 50 dan oshiq metrajlarimiz bor. Bu qanday gilom? Bu qayerdiki? Bu Turkiyami? Xo'p, bu Samarqand Yektiki. Samarqand Yektiki shu Turkiyanikiga o'xshab chiqyapti. Turkiya bilan bir xil. Birga bir bo'ladi. Birga bir. Bu tomon, bu pastidasini ham qarang. Gulini. Bu gulini ham high-tech model. High-tech model. Yana tagida bor ekan. Xullas, istagan rasmiyonaqasidan bor ekanda. Istagan razmerda, istagan gullaridan bor ekan. Ya'ni borib, yana bittasiga savolim aka, borib hisob berishlaring pulini berib, yo'q, borib razmerda o'lchab, agar kost bo'ladigan bo'lsa, borib joyda tikish, ana kesishlarimiz besplatniy ekan. Besplatniy bo'lib qoladi. Gilomning ichida bo'ladi. Gilomning ichida, ya'ni gilom xarid qilgan odam uchun bo'lyapti bu narsa. Lekin sizda agar gilomingiz bo'lsa, kichikroq qilish kerak bo'lsa, bir narsa qilish kerak bo'lsa, shularni shogyonlarini tikib berishadi. Ekranda raqamlar turibdi. Keling, nima qilib tashqariga olib chiqib, lokatsiyasini tushuntiray. Padarishli gilomlar ham bor ekan. Bu tomonda ham bor. Gazonlar mana. Ko'ryapsizlar, mana chimlar, sun'iy stadion qilaman deganlarga ham chimlar bor. Lokatsiyasini sizlarga tushuntirib ketay. Farg'ona shahar batda tandir go'sht sotadi, bilasizlar, mana tandir go'shti. Bu tomon mana Polsha bozorining svetofori, 5 bola ichib ketish, prezdan o'tish. Razvorot qilmoqqa qaytib ketiladi, bilasiz. Yo'l bo'yida mana FGZ ekan, gilom. FGZ gilomlar. FGZ gilomlar. Ekranda raqamlar turibdi. Past Instagram akkauntlar turibdi. Haftaning har kunda bez xatni ertalab soat 8 dan tungi 22:00 gacha ishlashar ekan. Aloqa qilishinglar 4 ta balondan ko'rganman deb borib o'lchab olib hisob berishlari bepul.